Endi vatandaş yana bir leksiyan bor, yana bir xabarim bor. O xabarni o leksiyani avvalga qo'shib o'tmay sizga ayrim so'zlashni niyat qildim. Chunki shunday bo'lishi kerak, mazmun ayirib etilishi kerak vatandaş. İkinci leksiya buguncha 2026 yil 5-oyning 1-kuni. Haftaga juma vatandaşım. Endilik siz anglaydigan leksiya avval qisqa xabar shaklida bir abzas buni anglab o'ting vatandaş. Ondan keyin biz siz bilan birga buni tahlil qilamiz. Jungo Merkezi Televiziya stansiyasi ulab anglatish programmasida e'lon qilingan jiddiy xabar. Onu Beijing ciddi dedimi demedimi ona xabarim yo'q. Lekin to'rbetga bugungi YouTube to'rbetga yetib kelgan xabar ciddi xabar. Xi Jinping Benchen bilan ko'rishdi. Xo'shishish talabbuzi qo'yoq bo'ldi. Undash. Benchen bilan Xi Jinpingning alohida munosabati ko'pchilik Ommaviy tadqiqot ishxonasi Torbiti 4-oyning 29-kuni YouTube. Yani bir okuyucu anlayıp vatandaş. Çünkü Merkezi Televizyası, Merkezi Halk Televizyası stansiyasi ulab anlatış programması ciddi haber. Xi Jinping Benchen bilan ko'rishdi. Xo'shishish talabbuzi qo'yoq bo'ldi. Benchen bilan Xi Jinping alohida munosabati. Ko'pchilik ommaviy tadqiqot ishxonasi Torbiti 4-oyning 29-kuni YouTube. Haqiqatan alohida xabar. Haqiqatan alohida xabar bo'lishi harakatning o'zili emas. Televiziya, Merkezi Halk Televiziyasining ulab anlatish programmasi. Ulab anlatish programmasi xalqaro programma. Ulab anlatish programmasi Merkezi Halk Televiziyasining bu programma xalqaro programma. Benchen esi qoida bo'yicha mustamlika sistemasi feodal mustamlika sistemasi Jungo Kompartiyasining Tibet'nin ikinci Dalai Lama'sı Benchen'le bu ketim görüştü. Xalqaro programma Merkezi Halk Televizyon stansiyasi ilan qildi. O ciddi xabar. Deb muşu dercigi yetkende vatandaş. Şunun için andi yana bir cümle dikkat qilib. Xo'shlashish talabbuzi qo'yoq bo'ldi. Xi Jinping Benchen bilan nima ish xo'shlashdi? Xi Jinping Beijing'de, Benchen hazırlıkçı Beijing'de tutup duruluk, yoki Beijing'de yaşayotgan adam. Nemişki hoşlaşmakçı bo'ldi vatandaş. Benchen bir yerga qaytamdi, yoki ochiq aytsak, Lixasaga qaytamdi vatandaş. Ondan başqa nima hoşlashish bor? Mumkin emas ikinci bir hoşlashishdan bo'lishi. Benchen Jungo'dan chiqmaydi. Jungo'dan chiqmaydi, lekin bugun bunu Reis Xi Jinping Benchen bilan xo'shlashyapti. Xo'shlashish kayfiyati qo'yoq deydi. Sababi nima vatandaş? Endi biz kaynimizga yenib tadqiq qilaylik vatandaşım. Anlaysiz. Anlab bo'lgan, lekin buni qayta takrorlaymiz vatandaşım. 2025-yili 1-oyning 15-kunining oldi kaynida aniq vaqtda isimimiz kechiringlar. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident bo'lib saylangan Donald Trump Oqsaroyga kirish arpsida yoki Oqsaroyga kirishdan 5 kun burun Beijingga telefon berib, Reis Xi Jinping bilan telefonda suhbatlashdi. Nimalar to'g'risi suhbatlashganligini shu vaqtda biz sizlarga aylan berdik. Endi bugun shuni eslab o'tganda shuni mundaq eslaymiz. Ma eslash qarab o'tiring. Şu yili, mesela 1-oyning 20-kuni Prezident Donald Trump Oqsaroyga kirdi. 2-oyning 4-kuni Rossiyaning yaqin do'sti yoki Rossiyaning burungi ittifoqdosh respublikasi Belorussiyaning prezidenti Lukashenko
Beijing'e ziyaret geldi vatandaş. Reis Xi Jinping, Lukashenko'ni Xalq sarayının mı G'arbi hujrasi, yani shunda G'arbi hujra deydigan bir saray var ekan, şu sarayda Lukashenko bilan ko'rishdi, suhbatlashdi vatandaş. Yani kelib 2 ayning 7 kuniga kelganda prezident va reis Xi Jinping, Jungo'nun reisi Xi Jinping Benchan yoki Tibetning 2 Dalay Lamasi Benchan bilan yana shu hujrada, G'arbi hujrada ko'rishdi. Lukashenko bilan ko'rishgan o'rnida sarayda ko'rishdi. Lukashenko bilan suhbatlashgan sarayda Benchan bilan suhbatlashdi. Demek Lukashenko bu sarayga kirgan ekan, xalqaro mehmonlarni qabul qiladigan saray edi. Demek xalqaro mehmonlarni qabul qiladigan sarayga Tibetlarning 2 doisi Benchan Lama kirdi. 2025-yil 2 ayning 7 kuni ko'rishdi. Men buni sizga shu vaqt tahlil qilganda 1 ayning 15 kuni prezident Donald Trump Oqsaroyga kirish arifasida Beijing'e reis Xi Jinping'e telefon berdi. Uning kaynidilla ko'rayman tamaşani Lukashenko'ni qo'yib turayli. Benchan 2 ayning 7 kuni Benchan bilan ko'rishdi. Qandaq bog'lanish va o'tirdi deb savol qo'ydim vatandaş. Dal shundaq jiddiy paytga Belorussiyaning prezidenti Lukashenko'ning Rossiyaning prezidenti Vladimir Putinning elchisi bo'lib Beijing'e yetib kelishi vatandaşım, bu ham sizdan tarix tuyg'usi talab qiladi. Bu ham sizdan siyosiy sezgirlik talab qiladi. Bu ham sizdan kelgusi Jungo'da nima o'zgarish bo'ladi, Tibetga aloqador, yani qo'shimcha Uyg'uristonga aloqador nima o'zgarish bo'ladi deydigan tasavvurni qo'zg'aydi vatandaş. İkinci aydan, 2026-yılı 8 aydan 20 günü Jungo'nun reis Xi Jinping alaylı vekiller ümmüğünü başlap. Yani Jungo Kompartiyası Jungo'da hakimiyet beşiği kelip Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti devletini kurgan günden başlap hesaplaganda hiç kaçan lihasağı berip bakmagan vekiller ümmüğü hecim cihetten yoki amaldarlık nopozu cihetten ve yoki siyasi topşuruk, siyasi vazife cihetten lihasağı Tibet'e hiç kaçan berip bakmagan vekiller ümmüğü şu günü 8. ayının 20. günü reis Xi Jinping yetekçiliğinde, yani qo'shimcha Wang Hu'ning riyosachiligida lihasaga berib, lihasada Tibet xalqidan yoki lihasada Tibetda turayotgan ko'chman Xitoylardan hol so'radi vatandaş. Shunaq, siz hol so'radi deb tushuning. Men sizga hol so'radi deb so'zlab beray vatandaş. Demek oxiri muhim yig'inlarga Tibet harbiy rayonining generali taklif qilinmadi, qatnashtirilmadi. Keyin harbiy rayonning siyosiy komissari taklif qilinmadi, muhim yig'inlarga qatnashtirilmadi. Bir ay o'tdi. 9. ayının 23. günü, 2025-yili 9. ayının 23. günü vatandaşım, yani şu reis Xi Jinping yetekçiligideki vekiller ümmüğü, yani şu Wang Hu'nun qo'shimcha yetekçiligideki vekiller ümmüğü aeroplan bilan Urumchi shahriga, mustamlika Uyg'uristonning poytaxti Urumchi shahriga yetib keldi. Jungo'da kompartiya kurulup, hakimiyet kurulup, hiç kaçan yetip gelmegen memleketlik yoki devletlik nopozga ega vekiller ümmüğü hem Tibet'e berip geldi, hem bu qatam Şinjan'a, mustamlika Uyg'uristonga tushdi vatandaş. Xuddi Tibet'te qandaq murosim o'tkazgan bo'lsa, qandaq yig'in o'tkazgan bo'lsa, bu qatam Urumchida ham shundaq murosim, shundaq yig'in o'tkazdi. Shu yig'inga, shu murosimga Şinjan harbiy rayonining generali chaqirilmadi, taklif qilinmadi.
Şinjan Harbiy rayonunun siyasi komisarı çakırılmadı, teklif kılınmadı. Ben ahire bu yığından xulas çıkarıp Tibet ve Uyguristan'dan şundak dedim ki vatandaşım 9. ayının 26. günü ben sizlerge sözlüge leksiyemde harbiy işgaliyet ahırlaştı. Tibet'te mustemlike, Tibet'te harbiy işgaliyet ahırlaştı. Mustemlike Uyguristan'da harbiy işgaliyet ahırlaştı. Ben 9. ayının 26. günüdür sizlerge şundak sözlüge vatandaş. Ya ki Tibet'teki harbiy rayonunun generali, ya ki siyasi komisarının, ya ki cinayeti yok, ya ki hıyaneti yok. Yığınga teklif kılınmadı. Pak adamlar. Şinjan Harbiy rayonunun generali ve ya ki siyasi komisarının hiç kandak cinayeti yok, hıyaneti yok. Pak adamlar. Yığınga murasımı katnaştırılmadı. Bunun mənisi, bunun simvolluk mənisi harbiy işgaliyet ahırlaştı deganlikdir. Harbiy işgaliyet ahırlaştı deganlikdir. Biz hazır sizge sözledik 2025 yıl 7. ayının 2. ayının 7. günü. Keçiringlar cuma vatandaş. Muşunda hem sözlep ben tasavvur kılavatqanda adam hatalaşıp kaldı ki. 2. ayının 7. günü Beijing'de halk vekilleri, halk sarayının g'arbi hujrasida Lukashenko'ni qabul qilgan hujrada Tibet'ten 2. Dalay Lamasi Benchenni qabul qildi. Endi keleyli tünügün 29. günü Reis Xi Jinping yani şu orada da Tibet'ten 2. Dalay Lamasi Benchenni qabul qildi. Qabul qilish xo'shlashuv kayfiyati qo'yiq bo'ldi. Xo'shlashuv kayfiyati qo'yiq bo'ldi. Xo'sh, men sizga tuniga 2 qatim so'zlab bo'ldim. O'tayshan Sungmokingni 500 yil tog' ostiga qamab qo'ygan ya ko'mtirib qo'ygan O'tayshan. Dunyodagi buddistlar yoki Budda dinining 2. dargohi. Sakyamunidan keyingi 2. dargohi. O'tayshan qurolliq soqchi qismlar bundan bir ish gapti burun allaqachon o'rinlashdi. O'rinlashtirish bo'lindi, o'rinlashtirib bo'lindi. Bugun Benchenni ehtimol shu topda Beijingdan avval butxona, O'tayshandagi butxonaga yo'lga soldi. Xi Jinping xo'shlashdi degan so'zning ma'nosi Benchenni O'tayshandagi butxonaga yo'lga soldi. Qo'shilamsiz vatandoshim. Tahlil degan mana shunday bo'ldi. O'tayshandagi butxonaga Benchenni yo'lga soldi degan. Men dedim, bu yerda qaltis bir harakat bor, bir xalqaro harakat bor. Bu davlat tabaligidan olqib chiqqan bir harakat bor. Siz O'tayshanda Jungo Kompartiyasi qurolliq soqchi qismlar bilan tartib saqlaysiz. Shuningdan boshqa xalqaro vazifangiz yo'q. Shuni qilasiz. Bu yerda xalqaro xos bo'lgan xalqaro jamiyat ko'zlaydigan diqqat qilayotgan va uzundan bir diqqat qilib kelayotgan bir zo'r siyosiy voqea o'tirg'i chiqdi. Degan edi vatandosh, mana bugun endi tuniga 29 kuni Tibetning 2. daisi Dalay Lama Benchenni Reis Xi Jinping g'arbi hujurda qabul qilib, xo'shlashuv kayfiyati aniq qoldi, uzitib qo'yibdi vatandosh. Endi ishlar qaysi davr, qaysi bosqichga va qaysi tezlik va qaysi jiddiylik davriga kirib keldi. Tasavvur qiling vatandoshlar. Endi 2. nuqta ko'chayli. Hozir Li Xasani ziyorat qildi. Umak boshlig'i bo'lib Xi Jinping Urumchini ziyorat qildi. Umak boshlig'i bo'lib Xi Jinping qaraganda hozir men o'zim ishonch qila olmaymanki, Tibet masalasini xalqaro jamiyat bilan birlashib hal qilish, Uyg'uriston masalasini xalqaro jamiyat bilan birlashib hal qilish faqat Reis Xi Jinpingning zimmasiga tushdi. Xi Jinping o'zi hal qilish kerak bo'ldi. Arlatı men sizlerge leksiya söyledim. Wang Hu'nun dokladni berib bop, siyasi büronun 2 qatim
10 gün içinde 2 qatim çakırılgan ciddi yığınıda istifa berdiganligini e'lon qildi dedim. Bunun ma'nosi nima? O işleyemeye kaldı mı? Onu birisi işte çıkıp ketdi mi? Birisi istifa deb mecbur oldu mu? Bu tarafını bilmeymen. Lekin ben şunu aytaman ki, Tibet meselesi yaqinlab keldi, Uyg'uriston meselesi yaqinlab keldi. Hozir buningga shohid bo'lishdan o'zini qochirdi Wang Huning. Xitoy millatchiligi uni shohid bo'lishdan bu tarixiy davrga shohid bo'lishdan o'zini qochirdi. Hoş, yani ikinci qatim savol qo'yaylik. Hozir Xi Jinpingga qarshi turayotgan Xitoychilar tor betida hozir Fanshi degan xat chiqdi. Fanshi degan Xi Jinping qarshi turish degan gap. Xi Jinping kim qarshi turdi vatandoshlar? Uning ikinci qarshi tarafida bir odam bormi? Masalan, Mao Zedongning qarshi tarafida Li Shaochi bordi. Li Shaochi ma qarshi taraf emas edi. Mao Zedong o'zi paydo qilgan qarshi taraf edi vatandoshlar. Özü yaratkan, özü peyda kılgan qarşı taraf edi. Bugün eğer şunda qarşı taraf deseniz, Zhang Yuxia degan isim o'tirg'i chiqdi. Zhang Yuxia'nın reis Xi Jinping özü peyda kılgan qarşı taraf bo'ldi vatandosh. O'zining muavini, tarbiya ishlar komitetining muavini edi vatandosh. Kurashga ehtiyojli bo'lganda, ziddiyatlarni taraqqiy qildirish ehtiyojli bo'lganda bir davlat rahbari cho'qim shunda ishni qiladi vatandosh. Masalan, Gao Raosushi Mao Zedong davri. Keyingi vaqtda Li Shaochi Mao Zedong davri. Jiang Zemin, Qin Shi Huang, Beijing shahrining boshlig'i. Uni o'tirg'i chiqdi, o'zi dushman taraf qo'yib qo'ydi. Hu Jintao, Qin Liangyu, Shanghai shahrining boshlig'i sekretari, o o'zini ko'tarib chiqdi, o'tirib qo'ydi. Ziddiyatning bir tarafiga aylantirdi. Masalan, Xi Jinping, Zhou Yinkang, Nime Kang, koşilay deganlarni ko'tarib chiqdi, o'zining qarshi tarafiga ziddiyatga aylantirdi. Hozir Xi Jinping Zhang Yuxia'ni ko'tarib chiqdi. Zhang Yuxia o'likmi, tirikmi hech kim bilmaydi. Xilma-xil gaplar kelyapti. Masalan, tashqi ishlar ministri bo'lgan sobiq Chingani yaqinda o'kul urib jazo ijro qilganligini Wei xonim aytdi. Bir günde 11 nefer Cungo Kom Partiyasının kadrini okul urup bir taraf kılıvet. Lekin Zhang Yuxia'nın hayat ya tirikkeligini hiç kim bilmedi. Her xil hepten kelip oturur. Muşuları değil, menen koymakçı boğunum. Xi Jinping'e kim karıştırdı? Onun asası nime? Siyaset asası nime? Teşkili asası nime? Parti milik asası nime? Harbiy ishlar asası nime? Generallarning hammasi tozalab bo'ldi. Harbiy ishlar asası nima? Nima? Zodi nima? Qandoq asosidan Xi Jinpingga qarshi turdi? Mumkinmi? Bunday bo'lsa, nima uchun bu ziddiyatlar bundig'iti tor betidan ayrilmaydi vatandosh? Tor betidan tushmaydi vatandosh. Sabab nima? Agar bularning hammasi iddiviy masala, siyosiy yo'l masalasi yoki Xitoycha Lovshan meselesi değildiğen bolsa, Hu Jintao, Wen Jiabao, bu kori peshqadamlar qo'shilib, yangidan chiqqanlar qo'shilib, Xi Jinpingga qarshi turyapti deseniz, uning ma'nosi nima? Davlatni parchalaydigan vaqtga qistab keldim. Davlatni parchalaydigan voqeaga sen riyosatchilik qiladigan bo'lding. Davlatni parchalaydigan voqeaga, siyosatga sen Xi Jinping riyosatchilik qildigan bo'lding deb qarshi turyapti. Ikkinchi tarafi hamda u Jungoga qaratganda ijobiy taraf desangiz, Jungo Kompartiyasiga qaratganda ijobiy taraf desangiz, sen Amerika Jungo munosabatini yomonlashtirib mushu kuniga kelding. Shunga bizning partiyamiz mushu kunda qoldi. Shunga bizning armiyamiz parchalandi, generallar bir-birlab tugadi. Shunga Jungoning iqtisodiy vayrona bo'ldi. Mushu sababni sen keltirib chiqarding. Shunga biz san qarıştırmız. Bu bir qarıştırış tarafi. İkinci qarıştırış tarafi. Bugün Xi Jinping sen üzün riyasetçilik qilib, Uyg'uriston meselesini hal qilsan, Tibet meselesini hal qilsan, bu ishlarni qilib bo'lding. 8-oyning 20-kuni Lixasa safari, 9-oyning 23-kuni Urumchi safari, 2025-yil. Bu ishlarni sen üzün riyasetçilikle o'ttirib chiqsan. Endi bir taraf qilsan. İki narsa.
Biri Amerika Jungo münasebetini buzib tashlaganligi. Şunuga münasebetli kaldı. İkinci Uyg'uriston meselesi bilan Tibet meselesini Xi Jinping sen bir taraf qilsan, bu tarixga biz şahit bo'lmaymiz dedi istifa berdi Wang Hu'ning. Dedi yo'qoldi Zhang Yusha. Dedi 11 adam bir taraf qilib etildi. Shular deganligi uchun bir taraf qilib etildi. Ve Xodimning to'g'ri betida deyilgan so'z bo'yicha hozir Jungoda bo'layotgan kurashning tuguni mana shu edi. Ziddiyat, markazlashgan ziddiyat ikki narsa. Biri, sen Amerika Jungo munosabatini xarob qilding Xi Jinping. Shunga biz sen qarashtiramiz. Ikkinchi, sen o'z qo'ling bilan Tibet Uyg'uriston masalasini hal qilsan. Hozir shu kun tartib keldi, bu vazifa sening beshingga tushdi, sen ijro qilmay, buning boshqa chora yo'q. Shuni keldi, shunga biz sen qarashtiramiz. Bunu kim deyotidi? Jungo Kompartiyasining ichki qismidagi radikal millatchi Xitoylar deyotidi vatandosh. Biz nima dedik o'tgan davlatda? Xi Jinping Yevropada sobiq Sovetlarda Gorbachev, Jungoda Shibachev. Devir keldi, zaman keldi, mush yo'lda mutlaq mangisiz, mush yo'lda qiladigan ishlarning hammasi mutlaq qilishsiz. Dedik bugungi sizlarga so'zlaydigan ishkillikimiz shu. Muborak bo'lsin. Alqishlaymiz buni, ta'kidlaymiz. Albatta alqishlaymiz. Reis Xi Jinping 4-oyning 29-kuni Xalq saroyining g'arbiy hujrasida Tibetning ikkinchi Dalay Lamasi Benchenni qabul qildi. Xo'shlashish shakli quyuq, kayfiyati quyuq bo'ldi. Nega xo'shlashdi? Nega yo'lga soldi? Hozircha bizning gumonimiz, tasavvurimizdagi fikrimiz bo'yicha Benchenni bu Tayshan teg'idagi butxonaga yo'lga soldi. Shunga Xi Jinpingning bundaq harakatini, bundaq riyosatchilik qilishini olqishlaymiz vatandosh. Bütün dünya alkışlaydı. Del mushundaq paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Beijingni ziyorat qildi. Hormuz, Angliya shundaq deydi ekan, Bosfor. Bu arab tilimi, fors tilimi bilan Bosfor. Dengiz bo'g'izini qamal qilish. Iranning dengiz sahili qatnash, neft va boshqa qatnash sahalarini qamal qilish. Amerika armiyasi qamal. Bunu ekibitisi birinchi bo'lib talab qilayotgan davlat Jungo. Arabiston orqali talab qilayotgan davlat Jungo. Chunki 90% neft Irandan Jungoga keladi. Jungo. Demak, iqtisodiy, harbiy besim bu tarafda ixtiyoringiz. Boshqa masalalarni, masalan, Tayvan masalasini dialog bilan hal qilasiz. Uyg'uriston meselesini, Tibet meselesini diyalog bilan hal qilasiz. Dunyomi shu, siyosatmi shu. Kuch Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat kuchi. Prezident Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump. Mana bu kuch. Allah nusrat ato qilgan kuch. Vatandosh.